6-trek. Bir necha daqiqa hech kim churq etmadi. Bu sukunat nopok bir yumush ustida til biriktirib, so'ngra bir-birini sotgan hamtovoqlarning mulzam holatini eslatardi. Sukunatni qozi buzdi. Shayx andishani butkul unutdi. Shariat peshvolariga malomat toshlarini yog'dirishga o'tdi. Bayt bitsa, baytiga qozi, muftiy, alamni qo'shadir. Vaz aytsa, vazida mullo, imom, qorini mazaxlaydir. Bil baloyi sobir, ayni dedik sabr ayladik. Ul kishidan insof va tavfiq tiladik. Shayxga Alloh insof bermadi. Ul haddidan chiqdi. Bas, minbat bil qazoyi rozi ayni deb tuhmat toshlariga mo'yin sunib turmakka sabr toqat qolmadi. Biz ul toshlarni shayxning o'zi tomon otmog'imiz darkor. Toki ul takabbur bilsunki, arkoni din shayxning naqorasiga zikr tushadigan telba darvishlar emas. Bil'aks, ahli mo'minni shariat ahkomi ila yo'lga boshlaydigan zot shariflardir. Muftiy so'radi. Taqsir, ul nechuk toshlar ekanki, biz ham bilsak. Niyatimiz shulkim, Samarqand xoqoni Mahmud Tamg'ashxon bintni Arslonxonga arznoma bitgaymiz. Qozi birla muftiy shayxning xalifasi ermas. Aning og'ziga qarab ish yuritmaydir. Biz Tamg'ashxon hazratlariga tobedirmiz. Bas, Tamg'ashxon tayin etgan zotlarni badnom qilmoq, Mahmudxon hazratlariga shak keltirmak birla barobardir. Bu shayxning birinchi aybi. Yana aybi bormi? Dedi muftiy ichida qozining kaltafahmligiga kulib. Inshaalloh bor. Bosh silkitdi qozi va chap biqinidagi paryostiq tagidan xat cho'p oldi. Shayx til uchida haqiqatning eshigini ochdim deb va'z aytadi. Illo o'zi riyokorlik qilib ulug' xoqonimizning dushmanlariga ravnaq tilaydi. Mana dalil. Muftiy bezovta qimirlab qo'ydi. Qozi xat cho'pni ochib, ichidan ingichka qog'oz oldi. Minnat bilan muftiyning oldiga tashladi. Marhamat qilib o'qisinlar. Janobi muftiy, bul insho Janka Xorazmshoh Aloyiddin otsizning valiahdi Abdul Fathga yuborilgan. Otsiz Shams ul Islom Sulton Sanjar hazratlarining qattol dushmani. Sulton Sanjar bo'lsa Mahmudxonning tug'ishgani. Boz ustiga soyaboni. Xo'sh, bundan ne ma'no angladilar, muftiy janoblari? Muftiy allaqachon xatga ko'z yugurtirgan edi, yelkasini qisdi. Shayx Abdul Fathning bosqinlari xususida bir nima demabdi. Aning qilgan xayr ehsoniga tashakkur bildirib, nuri islomni yoyish yo'lidagi sa'y harakatlariga kushoyish tilabdir. Buning nimasi riyokorlik? Janobi qozi? Qozi shapillatib semiz soniga urdi. Oh suxanim-a, voh suxanim. Men ne deyman-u, qo'bizim ne deydi? Tasavvur qilingki, ikkalamiz birodarmiz. Bir dasturxondan tomoq yeymiz. Ammo men sizni do'st tutib turib, sizning dushmaningiz birla og'iz burun o'pishsam, unga muhabbatnoma yozsam, men ne degan odam bo'ldim? Hademay shayx Samarqandga boradi. Mahmudxon hazratlarining tuzini ichadi. Xo'sh, bul maktubni olg'och Tamg'ashxon shayxga marhamat ko'zi bilan boqadimi? Boqmaydi. Bizga mana shunisi kerak, do'stim, Muhammad Rasul. Muftiy qozining ko'pirib ketgan o'ymoqdek kichkina og'ziga qaradi. Xayolga toldi. O'zi ham, so'zi ham ko'pik buning. Ko'zi daryoning ko'pigini ko'radi. Biroq ko'pik ostidagi suvga g'arq bo'lib ketishini o'ylamaydi. Muftiy indamay boshini chayqab qo'ydi.
Muftiy, sarak-sarakka o'tdilar. Ko'nglingizga bir ishtiboh oraladimi? Janobi qozi, Ashrafxon, dedi muftiy o'q tortib. Siz qaltis ishga qo'l uribsiz. Illo oqibatini sarhisob qilmagan ko'rinadirsiz. Mahmudxon mazkur maktubni o'qib, bu narsa qandoq ilkingizga tushdi deb so'rasa, ne javob qilg'aysiz? Hoji Ahmad Yassaviydek shayx ul mashoyixning shahzodalarga yozadirg'on maktubi yo'l ustida dumalab yotmasa kerak taqsir. Qozining beti xino surgandek qizardi. Muftiy uni qo'li nopoklikda ayblayotgan edi. Mana bu og'zi ola hoji bilan laqma qori bo'lmaganda ochig'ini aytardi. Olis jiyarim, Jan Qutvoli Sadriddin otaliq yuboribdi derdi. Hozir aytolmadi. Mug'ombirona iljaydi. Uzumini yeng, bog'ini surishtirib nima qilasiz? Buni bizga Tamg'achxonning do'stlari yetkazdi. Xon hazratlarining do'stlari har yerdan hozir u nozir. Bundan chiqdiki, suxanchinlaringiz yetkazgan. Kishilarni ayblaguvchi suxanchinning holiga voy debdi. Alloh taborak. O'pkalamasinlar taqsir. Ammo men bunday makruh ishga bosh qo'sholmayman. Demak, sizga xonimizning obro'si bir pul. O'zingizning qadringiz ham sariq chaqa ekanda. Birov betingizga shapaloq ursa, indamay ishqab ketaverasiz. Shundoqmi, muftiy janoblari? Yo'q, undoq emas. Menga birov bir shapaloq ursa, men javoban 2 shapaloq urgaymen. Ammo suvni ko'rmay eldan burun etik yechmayman. Dunyoda qozi, muftiyning to'g'risi ham, egrisi ham to'lib yotibdi. Shayx bayt aytib, Ashrafxon demabdi. Muhammad Rasul demabdi. Hayronman, nega bunchalik bezovtasiz? Men ham sizga qarab hayrat barmog'imni tishilab o'tiribman. Mabodo siz qadim hamsabag'im bo'lmaganingizda, siz birla 40 yildan berisiga bir tabaqdan taom yemaganimizda va ikkovimiz bamisol bir varaqning 2 sahifasi bo'lmaganimizda sizni shak shubhasiz shayx odami deb gumon qilur edim. O'zlari bizdan pinxona Yassaviy tariqatiga kirib ketmadilarmi, do'stim? Yo'q, kirmadik. Inshaalloh kirmasmen. Rost, shayxning ko'p jihatlarini men ham qoralayman. Chunonchi u kishining ilmi zohirdan ilmi botinni afzal bilishlari yoxud vujudi vojibdan ko'ra vujudi mumkinga moyil ekanligi shariatga xilofdir. Ammo fuqaro parvarligi tahsinga loyiq. Buni ko'rmaslik ham gunoh taqsir. Muftiyni o'z tarafiga og'dira olmasligiga qozining ko'zi yetdi. Muftiy bilan orani ochiq qilishning iloji yo'q edi. Avvalo qozini ham, muftiyni ham ulamolar kengashi saylaydi. So'ng xon tasdig'idan o'tadi. Qozi istasa istamasa muftiy bilan murosa qilib ishlashga majbur. Negaki fatvoni muftiy beradi. So'ng qozi hukm chiqaradi. Fatvosiz hukm noshariy. Befatvo qozi bamisli qurol-yarog'i, boshlig'i yo'q navkar edi. Shularni o'ylab Ashrafxonning fig'oni chiqdi. Muftiyga yon bosib, qoralab qo'ygan arznomasini yoqib tashlay desa, Bulturga alam ko'nglida tosh bo'lib turibdi. Bultur manavi buzuqbosh hoji madrasada qo'lga tushib haydalgach, janjal bo'ldi. Taftish paytida Shahobiddin mullabachchalarning haqqini bir o'zim yeganim yo'q. Har payshanba kuni qozi janoblarnikiga ham et-pet tashlab turardim deb og'zidan gullab qo'ydi. Bu gap shayxning quloqiga yetgan ekan, juma namozida xaloyiqqa oshkor qilibdi. Qozi tondi. So'ng madrasa hay'atining maslahatiga ko'ra mullabachchalarga bir serka ehson qilib,
mish qopqog'ini yopdi. Yaxshiyam u chog'da muftiy Sobronda emas edi. Hajga ketganda eshitmagan ekan. Yo'qsa bugun yuziga chizg'irib ko'z ochirmasdi. Tili uzun muftiy men qo'l kuchi bilan kun ko'raman deb karillaydi. So'qim semirtirib sotishini pisanda qiladi. Shayxga taqlid qilmoqchi bo'ladi. Shayx ham belkurak yasarmish. Qoshiq yo'nib ehtiyojga ishlatarmish. Qaysi ahmoq ishonadi bunga? Kunda yasaydirg'on 4 ta og'och qoshiq birla bir juft belkurakning aqchasi ne bo'ladi? 5 jonning noniga yetadimi? Xo'sh, bu dardisar muftiyni ne qilsam ekan deb o'yladi qozi. O'zim ham kulmayman, o'zgani ham kuldirmayman degan kasofat shu emasmi? Qozi o'ylab murosai madorani ma'qul ko'rdi. Nachora, buxoroliklar aytmoqchi, ixtiyoriy bashumo, dedi ko'sa yuzidagi siyrak soqolni qashlab. Zorimiz bor, illo zo'rimiz yo'q, do'stim. Muftiy bosh chayqadi. Albatta, har kimning mozori boshqa, nomai amoli boshqa. Alal oqibat har kim o'z qilmishiga o'zi javob bergay. Muftiy mudarrislik ham qilardi. Derazadan oftobga qarab qo'yib fotiha qildi. Bizga ijozat taqsirlar, tolibi ilmlar muntazir bo'lmasin. U eshikka yetmay engashdi. Hademay hovlidan ham qorasi o'shdi. Garchand islomda marhum ila o'zi yo'q kimsani g'iybat qilish gunohi azim sanalsa-da, qozi muftiyni yomonlab ro'parasida o'tirgan 2 muridni alqagan bo'ldi. Bitar ishning boshig'a yaxshi kelar qoshig'a debdilar. Muftiy qarib miyasi aynib qolibdi. Endi oshni uchovlon pishirgaymiz. Shayxning ko'zini ochib qo'ymasak, erta o'tib birisi kuni Shahobiddinning kuni boshimizga tushib qolmog'i hech gap emas. Xo'sh, mana men Sobron ulamolari nomidan xon janoblariga arznoma bitib qo'ydim. Endi buni bir xattotga ko'chirtirmoq lozim. Yo o'zing yozasanmi, Shahob? Hoji yamlandi. Men shayxni o'limga buyurgan hukmni ham jon deb ado eturman. Illo qo'l bundoq qori yozsin, qori badxat, deb qozi ko'nmadi. Qoriga bo'lak xizmat bor. Qozi kalon meni ne baloga giriftor qilar ekan deb Mavlud qorining yuragi taka-puka bo'lib ketdi. Ashrafxon qozi shayxning Shahzoda Abdulfatihga yo'llagan maktubini olib dasturxonga qo'ydi. So'ng juzuvdondan yana bir varaq qalin qog'oz chiqardi. U shayx muhridan ko'chirilgan qing'ir qiyshiq nusxa edi. Sen mana bularni olib, hozir Salim naqqoshga borasan, dedi qozi Shahobiddinga. Shayxning xatini ko'chirsin. So'ng muhridan nusxa olib, qolib yasab bersin. Hoji cho'chib tushdi. Taqsir, naqqosh ko'narmikin? Birovning muhridan nusxa o'girmoq uchun muhr egasining rizoligi kerak. Qozi tupuk sachratib o'shqirdi. Sen o'zingga yolg'on fatvo yozib muhr bosqoningda ne qilib eding? Shayxning rizoligini olibmiding, ovsar? Unda men qolib yasatmadim. Nusxadan nusxa ko'chirib, bosh piyozni 2 pallaga kesib, siyohlab bosganman. Shaytonning ilmini o'qigansan, hoji. Sen qo'rqma. Mana bu xatni ko'rgach, usta gumonga bormaydi. Aqchasini beraman, rozi qilaman de. Bu xatni qozi kalom bilan muftiy kutib o'tiribdi. Ertaga namozi asrgacha tayyor bo'lsin de. O'qdingmi? Hoji bosh silkib, sog' qo'lini ko'ksiga bosdi. Bo'pti. Senga javob. Hushyor bo'l. Angrayib yo'lda tushirib qo'yma.
Hoji muhr bilan xatni cho'ntagiga urib chiqib ketdi. Qozi cho'k tushib o'tirgan qoriga sinovchan tikildi. Mavlud qori 40 qoralagan, jun savag'ichday ingichka, qo'y ko'zlari mastona suzilgan, yuzi kulchadek bir parcha, mo'min qobil yigit edi. U ham Shahobiddin hoji kabi qozining muridlaridan. Ammo hoji o'jar, pismiq, o'lguday makkor. Bir mirlik foyda chiqadigan yerda jonidan kechib yotib oladi. Qori esa laqma, ko'ngilchan, uni 2 og'iz maqtab qo'ysang bas, o'zini o'tga ham, suvga ham uraveradi. Keyin qo'rqoqroq, qovoq uyib do'q qilsang, 100 tuman oyog'ingga tashlashdan or qilmaydi. Qozi buni xo'p bilgani uchun tomoq qirib kulimsiradi. Xo'sh, qalay, Mavludbek, safar jabdug'i tayyormi? Tayyor taqsir, tayyor, dedi qorining yuragi o'ynab. Yur degan kuningiz izingizga tushib ketaveramiz. Mavlud qori 1 yildan beri taqsir, hajga ziyoratga borsalar, bizni ham ola ketsangiz, tun kun xizmatingizda bo'lardik deb hiqillab yurardi. Qozi uni bu safar ro'yxatga qo'shdi. Shu qachon jo'naymiz ekan degandek qori kuniga 2 mahal qozinikiga kelib ketadi. Hozir qozi asl niyatiga ko'chishdan avval qorini jinday qo'rqitib olmoqchi bo'ldi. Yaxshi, mulla Mavludbek. Ammo anavi Tosh masjidning imomi bor-u? Qaysi? Turdiqulgovmi? Ha, barakalla. O'sha. Meni ham ola ketasiz deb bo'sag'amni to'zdirib yubordi. Shayx bir kishiga bazo'r ruxsat bergan. Qandoq qilib ikkovingni olib ketaman? Yo imom boruvi kerak, yo sen. Qorining joni tovoniga tushib ketdi. U ahli xonadon nari tursin, jamiki qarindosh va birodarlarga e'lon qilib qo'ygan hajga ketishini. Hatto obi Zamzam uchun kigiz g'iloflik idishgacha tayyorlab o'tiribdi. Nahotki ko'kna bir masjidning imomi uni surib tashlab shayx karvoniga qo'shilib olsa. Mavlud qori beixtiyor o'rnidan turib ketdi. Taqsir, meni sharmanda qilmang. O'lguncha xizmatingizda bo'lay. Men sizni otam deganman. Bir otalik qiling. Ne xizmat desangiz roziman. O'tir, dedi qozi mamnun iljayib. Qori tuzsiz xamirday bo'shashib turar. Endi undan istagan zuvalani yasash mumkin edi. Qori tikka turaverdi. O'tirmayman taqsir, toki bir og'iz xo'p degan so'zingizni eshitmagunimcha xuftongacha tikka turaveraman. Qandoq beodob bo'lasan? Xo'p dedim-ku. O'tirg'in endi. Qori bo'sh qopday buklanib joyiga cho'kdi. Mayli. Imomni emas, seni hamroh qilib olaman. Ammo senga-da arzimagan xizmat bor. Anavi Shahob yozdira turgan arznomalarni senga beraman. Samarqandga borganda xon hazratlarining qo'liga topshirasan. Qorining joni halqumiga keldi. U 2 o't orasida qolgan edi. Yo'q desa Makkaga alvido deyish kerak. Xo'p desa qo'lga tushib rasvoyi olam bo'lishi mumkin. Qorining kallasi osilib tizzasiga yetdi. Nihoyat u sharmandalikni bo'yniga oldi. Xo'p, taqsir, xo'p bo'ladi, dedi eshitilar-eshitilmas tovushda. Usta Salim vaqtim yo'q deb avval o'zini taroziga soldi. So'ng Shahobiddinning qo'lida yarqirab turgan puxta tilloga ko'zi tushib rozi bo'ldi. Shayxning maktubini chiroyli qilib ko'chirdi. Muhrga qolib o'ydi. Lekin beparvolik qilib bir xatoga yo'l qo'ydi. Bu kichkina xato
keyinchalik qozi bilan qoriga